Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Moskva hamda Moskva oblasti va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga 10 yillik stajiga ega ishonchli dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Registratsiya va uni продление qilish, трудовой договор, уведомление, spravkalar, проверка bazalar xizmatlari mavjud. Muhim eslatma, Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiya qilmaganlar zudlik bilan ushbu xizmatdan foydalaning. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. Assalomu alaykum. AQSh har safar xato qilmoqda. Aroqchi. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisyasi tugmalarini bosib qo'ying. Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi AQShni diplomatik yechim muhokama qilinayotgan bir pallada har safar ehtiyotsizlik bilan harbiy sarguzashtga qo'l urayotganlikda aybladi. Bu haqda u X ijtimoiy tarmog'i sahifasida yozgan. Aroqchi eronliklar hech qachon bosimga bo'ysunmasligini yozgan. Bu bayonot Hormuz bo'g'ozida yuz bergan hujumlar uchun tomonlar bir-birini ayblagandan bir kun o'tib yangradi. Bu qo'pol bosim usulimi yoki yana kimdir AQSh prezidenti Donald Trampni yangi mojaroga tortayotganining natijasimi? Degan u. To'qnashuvlarga qaramay Donald Tramp o't ochishni to'xtatish rejimi saqlanayotganini aytdi. Bu rejim fevralda AQSh va Isroil boshlagan urushni to'xtatish bo'yicha muzokaralar o'tkazish uchun joriy etilgan. AQSh davlat kotibi Marko Rubioning ma'lum qilishicha, Eron 8-may kuni Vashington takliflariga javob berishi kutilmoqda. Taklif jiddiy bo'lishiga umid qilaman, degan Rubio Italiyaga tashrifi chog'ida. 8-may kuni hududda yana bir hujum haqida xabar berilgan. Hormuzgon viloyati rasmiysi Muhammad Radmeherning Mehrga aytishicha, Minob yaqinidagi suvlarda yuk kemasi zarbaga uchragan. Yong'in chiqqan. Uning so'zlariga ko'ra 10 nafar yarador dengizchi shifoxonaga olib ketilgan. Qutqaruvchilar esa qolgan dengizchilar taqdirini aniqlashga urinmoqda. Donald Tramp esa o'zining ijtimoiy tarmog'ida AQSh Eronning bir nechta kichik qayiqlari va raketa va dronlarni yo'q qilganini yozgan. Bugun ularni qanday tor-mor qilgan bo'lsak, agar bitimni tezda imzolamasa, keyinchalik yanada qattiqroq va yanada shafqatsizroq zarba beramiz, degan Donald Tramp. Eslatib o'tamiz, Donald Tramp Vashington va Tehron o'rtasida juda yaxshi muzokaralar bo'lib o'tganini ma'lum qilgandi. AQSh prezidenti Donald Tramp Vashington va Tehron o'rtasida juda yaxshi muzokaralar bo'lib o'tganini ma'lum qildi. Bu haqda u Oq uydagi matbuot anjumanida so'z ochdi. Unga ko'ra, AQSh va Eron yaqin vaqt ichida kelishuvga erishishi va mojaroga barham berishi mumkin. Hozir ishlarimiz juda yaxshi ketyapti va biz kerakli natijaga erishishimiz lozim. Agar bunga erisha olmasak, keyingi katta qadamni tashlashga to'g'ri keladi. Ammo ular ham kelishuv tuzishni xohlayapti, degan Tramp. Amerika prezidentining aytishicha, Tehron Vashingtonning asosiy talablaridan biri yadroviy qurol ishlab chiqishdan voz kechishga rozi bo'lgan. Biroq Eron hukumati hozircha Trampning bu bayonotiga rasmiy munosabat bildirmagan. Avvalroq Axios nashri Oq uydagi manbalarga tayanib, AQSh va Eron o'zaro anglashuv memorandumini imzolash arafasida ekanini xabar qilgan edi. Nashr ma'lumotiga ko'ra, ushbu bir sahifalik hujjat tomonlar o'rtasidagi tinchlik kelishuvining asosi bo'ladi va keyingi muzokaralar uchun yo'l ochadi. Hujjatda 30 kunlik muzokaralar o'tkazish rejasi ko'zda tutilgan. Bu muzokaralarda Hormuz bo'g'ozi, Eronning yadroviy dasturi va AQSh sanksiyalari bo'yicha qo'shimcha kelishuvlar muhokama qilinishi aytilmoqda. Nashrning yozishicha, Oq uy va Eron ushbu memorandumni hafta oxirigacha imzolashi umid qilinmoqda. Eron hukumati esa urushni yakunlash bo'yicha AQSh taklifini o'rganayotgani va yaqin kunlarda o'z javobini muzokaralarda vositachi bo'lib turgan Pokiston orqali Vashingtonga yetkazishini bildirgan.